izchilarim va qo'llab-quvvatlovchi yurtdoshlar. Hozir buni mana azizlar menga yoqtirang, bu ya'ni aqlli parkovka bo'lib, parkovka turar-joy majmuasi bo'lib, bu uning kichik modelini yasadim. Bu turar-joy majmuamizda ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda yo'l radarlari ham bor. Mana bu yerda sanoq segmentlari va mana bu yerda chiroq ham bor. Mana hozir sizlarga tanishtirib chiqaman. Mana bu yerdan mashinamiz o'tadi, dagina mana garajga to'g'ri to'xtaydi. Mana bu yerda sanoq segmentlarimiz va radar bor. Mana bu yerda shamol generatorimiz ham bor. Mana bu yerda xususiy vertolyot bor. Agar buni davlatga foydasi tegsa, aniq buni ishlab chiqarish mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.